Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirotning Bog'i davlatxona mavzeida Temuriylar xonadoniga yaqin bo'lgan davlat xizmatchisi G'iyosiddin Bahodir oilasida tavallud topgan. Navoiyning ilmga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib, 4 yoshida maktabga ta'lim ola boshlagan. 7 yoshida Fariddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini yoddan bilgan. 7 yoshida buyuk muhaddisimiz Buxoriy hazratlarining 6000 dan ziyod hadisi shariflarini yod bilgan. Mir Alisher Navoiy 7-8 yoshlaridan boshlab g'azallar yoza boshlagan. Alisher Navoiy Mukarraba Hazrati Sultoniy, ya'ni Sulton hazratlarining eng yaqin kishisi degan unvonni olgan. Unvon Navoiyga davlatning barcha ishlariga aralashish huquqini bergan. Alisher Navoiy 15-16 yoshlarida ham turkiy, ham forsiyda ijod qiladigan ikki tilli shoir sifatida tanilgan. O'smirlik yillarida o'zi sevgan shoirlarning 50 ming baytdan ortiq she'rlarini yod bilgan. Alisher Navoiy turkiy tilda yozgan she'rlariga Navoiy, forsiy tildagi she'rlariga Foniy deb taxallus qo'yadi. Shoirning forsiy she'rlar to'plami Devoni Foniy deb nomlangan. Navoiy taxminan 18-19 yoshlarida Abdurahmon Jomiy bilan tanishadi. Jomiy uni ham farzand, ham shoir sifatida qadrlaydi. Keyinchalik bu ikki ulug' shoir o'rtasidagi ustoz va shogirdlik munosabatlari yanada mustahkamlanib, ijodiy hamkorlikka aylanadi. Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xuroson mamlakatida 300 dan ortiq inshootlar qurdirgan. Alisher Navoiy 16 ta adabiy janrda ijod qilgan. Navoiy turkiy tildagi ilk hamsasini 2 yil davomida yozadi. Dunyoning 64 tiliga tarjima qilingan bu asar 51 ming misradan ortiqdir. Shoirning lirik merosi umumiy hajmi 50 ming misradan ortiq Hazoinul Maoni nomli 4 devonga jamlangan. Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda vafot etgan. Bu yil Navoiy bobomizni 584 yilligi keng nishonlanmoqda.